Agar siz 1000 iyulgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlardan quruq qolishingiz mumkin. Bu masala faqat pensionerlar, nafaqa oluvchilar yoki ijtimoiy yordam kutayotgan oilalargagina tegishli emas. Bu har bir fuqaroga, ayniqsa daromadi past oilalarga, bolali oilalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, o'quvchisini yo'qotganlarga, subsidiyaga muhtoj insonlarga, kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz kutayotganlarga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga juda muhim ogohlantirishni sodda tilda tushuntirib beraman. Nima uchun aynan 1 yilgacha ariza berish kerak? Kim kechiksa pulini yo'qotadi? Kimga bu talab tegishli? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish lozim? Va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qadam yoki bitta kun kechikish oilangiz byudjetiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Men bunday mavzularni oddiy xalq tushunadigan tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avvallari ko'p hollarda odamlar biror to'lov, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam uchun kechroq murojaat qilsa ham, ayrim holatlarda oldingi oylar uchun ham qayta hisob-kitob qilinardi. Ya'ni fuqaro huquqi borligini bilmay yurgan bo'lsa, keyin hujjat topshirganda ma'lum davr uchun to'lov undirilishi yoki tayinlanishi mumkin edi. Albatta, bu hamma holatda emas, lekin amaliyotda odamlar ko'pincha keyin topshirsam ham bo'ladi, mahallaga keyingi oy boraman, hujjatlarim tayyor bo'lsin, shoshilmayman deb yurishardi. Hozir esa tizim ancha tartibga solinyapti. Ko'p to'lovlar, yordamlar va imtiyozlar bo'yicha muddatga rioya qilish juda muhim bo'lib qoldi. Agar belgilangan sanagacha ariza berilmasa, fuqaro o'sha davr uchun pul ola olmasligi mumkin. Eng muhim nuqta shuki, davlat idorasi yoki mas'ul tashkilot sizning ahvolingizni o'zi taxmin qilib, avtomatik tarzda hamma to'lovni tayinlab qo'ymaydi. Ko'p holatda sizning arizangiz kerak bo'ladi. Ariza bo'lmasa, tizimda talab ham yo'q, talab bo'lmasa, to'lov ham bo'lmaydi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir oilaning ijtimoiy yordam olishga haqqi bor. Oilada 3 nafar bola bor, ota vaqtincha ishsiz, ona bola parvarishida daromad yetarli emas. Ular mahallaga yoki tegishli xizmatga iyun oyida murojaat qilish kerak edi. Lekin hozir ish ko'payib ketdi. Pasport nusxasini keyin olamiz, bank kartani ochamiz, keyin boramiz deb iyuldan keyin ariza topshirsa, ularga yordam faqat ariza berilgan sanadan keyingi davr uchun ko'rib chiqilishi mumkin. Iyun oyidagi yoki avvalgi huquq saqlanib qolmasligi ehtimoli bor. Natijada oila bir oy, 2 oy yoki undan ko'proq puldan mahrum bo'ladi. Bugun ko'p sohalarda ariza asosida tamoyili kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Fuqaro o'z huquqidan foydalanmoqchi bo'lsa, uni tasdiqlash, murojaat qilish va hujjatlarni o'z vaqtida topshirish kerak. Masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar, uy-joy subsidiyasi, kommunal to'lov bo'yicha yordam, nogironlikka oid imtiyozlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar, ayrim hududiy dasturlar yoki davlat tomonidan ajratiladigan qo'llab-quvvatlashlar shunday tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy xavf shundaki odamlar mening ahvolimni mahalla biladi, meni ro'yxatda ko'rishadi. Oldin ham olganman, demak yana tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin har doim ham bunday emas, ayrim to'lovlar muddatli bo'ladi. Masalan, 6 oyga tayinlanadi, keyin qayta ariza berish kerak bo'ladi. Ayrim yordamlar yil boshida yoki yarim yillikda qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim imtiyozlar uchun daromad, oila tarkibi, yashash joyi, bank rekviziti, nogironlik muddat farzandining yoshi yoki o'qish holati yangidan tekshiriladi. Shuning uchun 1 yilgacha bo'lgan muddat juda muhim. Bu sana ko'pincha yarim yillik yakuni, yangi hisob-kitob davri, ma'lumotlar bazasini yangilash, ro'yxatlarni shaxlantirish yoki to'lovlarni qayta belgilash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz shu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyin men bilmagan edim, menga hech kim aytmadi, telefonimga xabar kelmadi degan gaplar ko'p hollarda yordam bermaydi. Chunki qonunchilik va tartibda belgilangan muddat bo'lsa, uni bajarish fuqaroning o'z mas'uliyati hisoblanadi. Birinchi navbatda bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz oldin nafaqa olgan bo'lsangiz, lekin to'lov muddati tugayotgan bo'lsa, qayta ariza berish zarur bo'lishi mumkin. Masalan, oilaga har oy ultrabit 1000 so'm, tekin subsidiya 1000 so'm,
yoki 20 million so'm atrofida yordam tushayotgan bo'lsa, bu pul avtomatik ravishda abadiy davom etadi deb o'ylamang. Tayinlangan muddat tugasa, tizim to'lovni to'xtatishi mumkin. Siz esa vaqtida murojaat qilmasangiz, bir oyda 200 ming so'm, 2 oyda 20 million 600 ming so'm, 3 oyda 2 million 700 ming so'mgacha mablag'ni yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchi guruh daromadi past oilalar. Ko'p oilalarda rasmiy daromad kam, lekin xarajat katta. Ijara, oziq-ovqat, dori-darmon, maktab, bog'cha, transport. Bunday oilalar ko'pincha bizga baribir bermaydi, tanish bo'lmasa chiqmaydi. Hujjat ko'p so'rashadi deb murojaat qilmaydi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Taxmin bilan yurish eng katta xato. Ariza bermasangiz, sizning holatingiz ko'rib chiqilmaydi. Ko'rib chiqilmasa, rad ham bo'lmaydi. Tasdiq ham bo'lmaydi, pul ham bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda o'z huquqingizni tekshirtirib ko'ring. 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari. Nogironlik muddati tibbiy xulosa parvarish masalasi. Qo'shimcha yordam yoki kompensatsiyalar borasida hujjatlarning amalda bo'lish muddati juda muhim. Masalan, nogironlik guruhi muddati uzaytirilgan bo'lsa, bu ma'lumot tegishli tizimlarga vaqtida kiritilishi kerak. Agar siz hujjatni yangilab, lekin ariza yoki ma'lumot topshirishni kechiktirsangiz, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifadagi to'lovlar ham aniq hujjatlar asosida tayinlanadi. Oila tarkibi, farzandlarning yoshi, o'qish joyi, bank hisobvarag'i kabi ma'lumotlar muhim. Masalan, umidi yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lovni davom ettirish uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, pul to'xtab qolishi ehtimoli bor. 5-guruh uy-joy subsidiyasi yoki kommunal yordamga muhtojlar. Agar siz ipoteka bo'yicha subsidiya, boshlang'ich badal yordami, ijara kompensatsiyasi yoki kommunal to'lovlarga oid yordam kutayotgan bo'lsangiz, muddatlarni juda diqqat bilan kuzating. Chunki bunday dasturlarda ro'yxatlar, limitlar, hududiy kvotalar va mablag' ajratish davrlari bo'ladi. Kechikkan odam ko'pincha navbat tugadi. Mablag' ajratilib bo'lgan. Keyingi bosqichni kuting degan javob oladi. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmaslik kerakligini ham aytaman. Agar siz hech qanday ijtimoiy to'lov, nafaqa, subsidiya, kompensatsiya yoki imtiyozga da'vogar bo'lmasangiz, daromadingiz yetarli bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga davlat tomonidan alohida yordam tayinlanmagan bo'lsa, bu ogohlantirish sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin baribir oilangizda ota-onangiz, farzandlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz orasida bunday yordamga muhtoj odamlar bo'lishi mumkin. Ularga bu ma'lumotni yetkazish savobli ish. Agar sizga to'lov allaqachon tayinlangan, muddati hali tugamagan, bank kartangiz ishlayapti, hujjatlaringiz to'liq va tizimda o'zgarish yo'q bo'lsa, ehtimol sizdan hozir qo'shimcha ariza talab qilinmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ko'p muammolar aynan men o'ylagandimki hammasi joyida degan joydan boshlanadi. Bitta SMS kelmagan bo'lishi, bank kartangiz muddat tugagan bo'lishi, oilaviy tarkibda o'zgarish bo'lgan bo'lishi yoki to'lov muddati tugash arafasida turgan bo'lishi mumkin. Agar siz oldin ariza bergan bo'lsangiz va javobni kutayotgan bo'lsangiz, arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Faqat og'zaki aytib qo'yish ariza topshirildi degani emas. Ariza raqami, qabul qilingan sana mas'ul tashkilot nomi, javob muddati bo'lishi kerak. Agar siz mahalladagi xodimga aytdim, telefon qilib qo'ydim, hujjatlarimni tanishimga berdim deb yurgan bo'lsangiz, bu xavfli. Rasmiy iz bo'lmasa keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan oila bor deb olaylik. Oilada 4 kishi ota, ona va 2 farzand. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Oyiga ba'zan 2 million so'm topadi, ba'zan umuman daromad bo'lmaydi. Ona ishlamaydi. Kichik farzand 3 yoshda. Bu oila bolalar nafaqasiga ariza berishi mumkin. Agar ular iyun oyida ariza bersa, hujjatlari ko'rib chiqilib, keyingi oylar uchun to'lov olish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin ular iyuldan keyin kelib, bizga iyun uchun ham beringlar desa, tartib bo'yicha bu talab qanoatlantirilmasligi mumkin. Natijada bir oy uchun masalan 600 ming yoki 700 ming so'm yo'qotiladi. Bu oila uchun bu pul bir haftalik oziq-ovqat, bolaning dori-darmoni yoki kommunal to'lov degani. Ikkinchi misol. Samarqandda bir ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Farzandi 15 yoshga to'lgan,
lekin kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Bunday holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ayol bu hujjatni vaqtida olib bormasa, tizim farzan 12 yoshga to'ldi, demak to'lov to'xtaydi deb hisoblab qolishi mumkin. Keyin hujjat olib borilganda to'lov davom ettirilishi mumkin, lekin uzilgan oylar uchun pulni qaytarib olish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun yosh o'qish oila tarkibi bilan bog'liq o'zgarishlarni oldindan tayyorlash kerak. 3-misol. Qashqadaryoda nogironligi bo'lgan fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. U ko'rikni kechiktiradi, chunki navbat, yo'l puli, vaqt muammosi bor. Nogironlik muddati tugaydi, yangi xulosa esa kech chiqadi. Shu orada to'lov to'xtab qoladi. Keyin u mening ahvolim o'zgarmagan, nega pul to'xtadi deb so'raydi. Sabab oddiy, tizim hujjatga qaraydi. Hujjat amalda bo'lmasa yoki ma'lumot yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Bu yerda ham muddatni o'tkazmaslik hal qiluvchi ahamiyatga ega. 4-misol. Bir oila uy-joy subsidiyasiga muhtoj. Ular ijarada yashaydi. 2 farzandi bor, daromadi yetarli emas. Ariza qabul qilish muddati bor, lekin ular hali vaqt bor deb yuradi. Oxirgi kuni portal ishlamay qoladi, internet sust bo'ladi. Bitta hujjat yetishmaydi yoki bankdan ma'lumotnoma olishga ulgurmaydi. Natijada ariza topshirilmaydi. Keyin texnik muammo bo'ldi deyishadi. Afsuski bunday holatda ham ko'p hollarda muddat o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, oxirgi kunni kutmang. Iyulgacha deyilgan bo'lsa, 25 iyungacha hammasini bitiring. Har bir to'lov turi bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Ba'zi to'lovlar avtomatik tayinlanadi. Ba'zilari faqat ariza asosida beriladi. Ba'zi hollarda ma'lumotlar elektron bazalardan olinadi. Ba'zi hollarda fuqaro hujjat olib borishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bir qo'shningizga ariza kerak bo'lmagan bo'lsa, sizga ham kerak emas deb xulosa qilmang. Har bir oilaning holati alohida tekshiriladi. Eng katta nozik jihatlardan biri bu ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi masalasi. Masalan, fuqaro Farg'onada ro'yxatda turadi, lekin Toshkentda ijarada yashaydi. U qayerga murojaat qilishini bilmay yuradi. Natijada vaqt ketadi. Bunday holatda mahalla, tuman ijtimoiy xizmat bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali aniq tartibni oldindan so'rash kerak. Chunki noto'g'ri joyga topshirilgan hujjat vaqt yo'qotishga olib keladi. Yana bir nozik masala, bank kartasi. Ko'p odamlar to'lov tayinlangan bo'lsa ham kartasi muddati tugagani, hisob raqami noto'g'ri yozilgani yoki karta boshqa odam nomida bo'lgani uchun pulni vaqtida ola olmaydi, agar to'lov sizning nomingizga tayinlansa. Bank rekvizitlari ham sizning ma'lumotlaringiz bilan mos bo'lishi kerak. Karta faolmi, muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, bank ilovasida muammo yo'qmi, bularni oldindan tekshiring. Yana bir keng tarqalgan xato. Daromadni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatish. Ayrim fuqarolar daromadimni aytsam, yordam chiqmaydi deb noto'g'ri ma'lumot beradi. Bugun ko'p ma'lumotlar bazalar orqali tekshiriladi. Ish haqi, pensiya, aliment, mulk, avtomobil, tadbirkorlik, bankdagi ayrim tushumlar. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, ariza rad etilishi yoki keyin ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men halol va aniq ma'lumot berishni maslahat beraman. Yordam olish uchun eng to'g'ri yo'l bu hujjatlarni to'g'ri tayyorlash. Yana bir muhim jihat oilaviy tarkib. Farzand tug'ilishi, nikoh, ajrashish, vafot, birga yashaydigan shaxslar soni. Ro'yxatdan chiqish yoki kirish holatlari to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaga yangi farzand qo'shildi, lekin bu ma'lumot tizimda aks etmagan bo'lsa, nafaqa miqdori noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Yoki aksincha, oilada daromadli shaxs bor, lekin u yashamaydi, ro'yxatda qolgan. Bu ham arzga ta'sir qiladi. Bunday holatlarni oldindan aniqlashtirish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam. O'zingiz qaysi to'lov yoki yordamga da'vogarligingizni aniqlang. Siz bolalar nafaqasi moddiy yordam, nogironlik to'lovi, boquvchisini yo'qotganlik, uy-joy subsidiyasi, kommunal kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qilmoqchimisiz? Har birining tartibi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy gap bilan cheklanib qolmang, aynan o'zingizga kerakli yo'nalishni tanlang. Ikkinchi qadam, mahallangizdagi mas'ul xodimga, tuman ijtimoiy xizmat bo'limiga, pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Qaysi tashkilotga borish kerakligi to'lov turiga bog'liq.
Masalan, bolalar nafaqasi va moddiy yordam bo'yicha ko'pincha mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali ish yuritiladi. Pensiya va ayrim nafaqalar bo'yicha pensiya jamg'armasi kerak bo'lishi mumkin. Subsidiyalar bo'yicha davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal muhim rol o'ynaydi. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, oila a'zolari haqidagi ma'lumot, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashish hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik haqidagi tibbiy xulosa. Daromad to'g'risidagi ma'lumotlar, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ayrim hollarda ijara shartnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Sizdan aynan qaysi hujjat kerakligini oldindan so'rang. Chunki ortiqcha yugurish vaqtni oladi. 4-qadam, arizani rasmiy topshiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza qabul qilingan sana raqam yoki tasdiq bo'lishi kerak. Agar portal orqali topshirsangiz, elektron kvitansiya yoki ariza holatini saqlab qo'ying. Agar davlat xizmatlari markazida topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida hujjat oling. Agar mahalla orqali bo'lsa, arizangiz ro'yxatdan o'tganini aniq so'rang. Keyin muammo chiqsa, sizda dalil bo'lishi kerak. 5-qadam, muddatni kutib o'tirmay kuzatib boring. Ariza topshirildi, demak hammasi tugadi deb o'ylamang. Ariza ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat so'ralmadimi? Rad javobi kelmadimi? Bank rekviziti to'g'rimi? Bularni tekshirib turing. Ko'p hollarda odamga qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Lekin u xabarni ko'rmaydi yoki telefon raqami noto'g'ri bo'ladi. Natijada ariza rad etiladi yoki muddat o'tadi. 6-qadam, 1 iyulni oxirgi kun deb emas, xavfli chiziq deb biling. Ya'ni 1 iyulgacha ariza berish kerak bo'lsa. Siz o'tgan kuni kechqurun portalga kirmang. Internet ishlamasligi, sayt yuklanmasligi, hujjat rasmini yuklay olmasligingiz, bankdan ma'lumotnoma ola olmasligingiz mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Hujjatlarni kamida 1 hafta oldin tayyorlash, arizani bir necha kun oldin topshirish va qabul qilinganini tekshirish. Agar arizangiz rad etilsa nima qilasiz? Birinchi navbatda rad etish sababini yozma yoki elektron ko'rinishda oling. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Sabab nima? Daromad oshib ketganmi, hujjat yetishmayaptimi, oila tarkibi noto'g'rimi, muddat o'tganmi? Ma'lumot bazasida chiqmayaptimi? Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Masalan, o'qish joyidan ma'lumotnoma yetishmasa olib borasiz. Bank rekviziti xato bo'lsa, yangilaysiz. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, tegishli idorada to'g'rilatasiz. Agar siz haqiqatan ham haqli bo'lsangiz, lekin rad javobiga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon ariza berdingiz? Qaysi raqam bilan qabul qilindi? Qanday hujjatlar topshirildi? Qaysi sabab bilan rad etildi? Nima uchun bu sababni noto'g'ri deb hisoblaysiz? Iloji bo'lsa, hujjat nusxalarini ilova qiling. Shikoyat ham rasmiy bo'lishi kerak. Birinchi xato menga aytishmadi deb kutib yurish. Davlat organlari xabar berishi mumkin, lekin sizning huquqingizni himoya qilishda birinchi mas'ul o'zingizsiz. Ayniqsa muddatli to'lovlarda har bir oy muhim. Ikkinchi xato oxirgi kunga qoldirish. Men buni eng xavfli odat deb hisoblayman. Chunki oxirgi kunda hamma yuguradi. Navbat ko'payadi, tizimga yuklama tushadi, bitta hujjat yetishmasa. Siz ulgura olmaysiz. 3-xato hujjatlarni tekshirmaslik. ID karta muddati, bolalarning hujjati, nikoh holati, nogironlik xulosasi, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, bularning bittasi noto'g'ri bo'lsa ham ariza cho'ziladi. 4-xato, boshqa odamning tajribasiga qarab xulosa qilish. Qo'shnimga chiqmabdi, demak menga ham chiqmaydi. Yoki opam ariza bermasdan oldi, demak menga ham avtomatik tushadi deyish noto'g'ri. Har bir holat alohida. 5-xato, norasmiy odamga ishonish. Pul chiqarib beraman, tanishim bor, hujjatingizni o'zim topshiraman degan odamlar ko'p. Men bunday yo'lni maslahat bermayman. Rasmiy idora, rasmiy ariza, rasmiy javob bo'lishi kerak. Aks holda pulingizdan ham, vaqtingizdan ham ayrilishingiz mumkin. Bugungi asosiy gap shuki, 1 yilgacha ariza berish talab qilingan bo'lsa, buni albatta bajaring. Kechikkan odam ayrim to'lovlardan, nafaqadan, kompensatsiyadan yoki subsidiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, bu pul sizga kerak bo'lgan, siz haqli bo'lgan pul bo'lishi mumkin, lekin ariza vaqtida berilmagani uchun qo'ldan chiqadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bu gunoh hujjatlaringizni tekshiring, qaysi yordamga haqli ekaningizni aniqlang,
mas'ul idoraga murojaat qiling, ariza rasmiy topshiring va qabul qilinganini tasdiqlab oling. Ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz, qo'shningiz orasida bu ma'lumotga muhtoj odam bo'lsa, ularga ham ayting. Ba'zan bitta ogohlantirish bir oilani bir necha million so'm yo'qotishdan saqlab qoladi. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Ariza topshirishda qiynaldingizmi? To'lovingiz to'xtab qoldimi yoki aksincha vaqtida topshirib yordam oldingizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa siz uchun muhim huquqiy va ijtimoiy mavzularni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.